saviyasiz bo'lgan seriallar, millatni or, nomusi, sharafini yo'qotadigan, ota-ona bir so'm pul uchun bolasi bilan urushadigan, kelin qaynona muammasini chiqaraverib, yaloqi, ikki pullik soxtakor otarchilarni o'rnak qilaverib, jamiyatni enasinikiga ko'mdi. Buni qildi. Pardon, buni qildi, buni uddaladi. Jamiyatni, ya'ni enasinikiga tiqib yubordi bor-ku, saviyasiz, buzuq narsalar, fahsh narsalar, pramo 18+ bo'lgan narsalarni ekranlarda, televideniyalarda beraverib bor-ku, fahsh seriallarni. Mana shunaqa narsalar bilan jamiyatda mana shunaqa qila oldi. Daraxtlarni borini kestirib yo'qota oldi. Buni uddaladi. Bu yutug'i. Mana shu 35 yilda mana shularni qila oldi. Mardikorlar soni ko'paydi. Tirik yetimlar sonini orttirishdi. Pardon, buni qilishdi. Hech kim buni uddala olmasdi, ammo bular uddaladi. Ochiqchasiga aytiladi bu narsa. Biz aytamiz buni.